Assalomu alaykum, hurmatli pazdarg'omliklar. Mana biz bitta akamizni ishini videoga olyapmiz. Bu hozir kecha kunduzda hamma joyda qirilish, shunaqa narsalar bo'lib yotibdi. Hamma menimcha shloka blok izlab yuribdi. Shloka blok, sifatli shloka blok izlab yurgan aka-ukalarga buni samolyotdan chipillatib jo'natib tashlaysizlar. Bu Jonboy shloka blok ekan, o'ta sifatli, o'ta ajoyib, juda ham yaxshi, sifatiga, kачествосiga o'zlaringiz baho berasizlar. Menga juda mahkam, juda normal holatda ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan. Bu aka, assalomu alaykum. Egasidan bitta so'raylik. Jonboydikimi aka bu? Ha, Jonboy Farhod posyolka. Aha, narxi buni qancha bo'lyapti? Olib kelib, dastavka qilib tushirib berish. 3100 dan olib kelib tushirib beryapmiz. Ha, qancha bo'lsa ham, yana ko'proq bo'lsa, masalan, shunaqa katta obyektlarga juda ko'p bo'lsa, narxini kelishtirasizlar, to'g'rimi? Katta obyektlarga kelishtirib beramiz. Akamizni telefon raqamlarini qo'yamiz pastda. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlaringiz mumkin. Kimda kim qanaqangi tanishlar, aka-ukalar shunaqangi shloka blok izlab yurgan bo'lsa, shu samolyotdan chipillatib jo'natib, layklarni bosib tarqatib tashlaymiz. Bundan keyin yanada yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yingizlar. Rahmat, e'tibor uchun.